O'zbek kinolarini tomosha qilib turasizmi? Avvallari men ham tomosha qilardim. Hozir deyarli ko'rmay qo'ydim. Qarasangiz, keliniga ko'z olaytirgan qaynota, vahshiy, yirtqich qaynona, suyug'ayoq kelin, hamiyatsiz kuyov. Shu narsa qayta-qayta aylanyapti. Bulardan boshqa qahramonlarimiz yo'qmi? Eng mashhur bo'lgan qahramonlarimiz bor. Masalan, To'maris. To'maris haqida birorta film ishlanmagan. Shiroq. Shiroq haqida ham umuman film yo'q. Otsiz degan qahramonimiz ham bo'lgan. Endi Tonyuquq kim ekanligini hech kim bilmaydi. Ana shunday qahramonimiz bor. Afrosiyob. Hatto Zahiriddin Muhammad Bobur haqida ham film yo'q. Bir video filmlar bo'lardi bir vaqtlar. Film yo'q. Navoiy haqida eski o'sha 45-46-yillarda ishlangan film. Shu bo'yi yo'q bo'lib ketdi. Nodira begim haqida bir film ishlangan edi, unchalik yaxshi emas. Mana qayta ishlashimiz mumkin. Uvaysi haqida, Anbirotin haqidagi Cho'lpon, Abdulla Qodiriy to'g'risida qanchadan qancha filmlar ishlashimiz mumkin. Lekin bular negadir ekran yuzini ko'rmayapti. Biz aslida ana shu o'tmishdagi ajdodlarimizdan o'rnak olishimiz kerak edi. Ularning qahramonliklarini, ilm-fanga qo'shgan hissalarini ko'rib, ulardan o'rnak olib, kelajakka qadam tashlashimiz lozim edi. Lekin qayoqdagi yo'q, seriallar, tuturuqsiz filmlar ko'payib ketdi. Endi chet el filmlari anchagina yaxshi, lekin mentalitetimizga ko'p ham to'g'ri kelmaydi. Endi yaxshi filmlar bor, masalan, Ocean degan bir film bordi, yaponlarniki yoki koreyslarni Saroy javohiri. Saroy javohirini bunday ko'rganingizda bir narsaga amin bo'lasiz. Shunaqangi zo'r tabib bo'lgan ekan. Ibn Sino uni oldida qolib ketyapti. Mana Ibn Sino, Beruniy haqida yangi filmlar ishlab chiqarishimiz kerak. Bu narsalarni yaxshilab o'rganib chiqishimiz kerak. Albatta o'zimizning qahramonlarimizni dunyoga tanishimiz lozim.